Aka-ukalar, bir kuniga 200 dan ortiq savol kelyapti. U savollarga javob qaytarishga jicha har biriga javob qaytarishga qiynalar ekansiz, ulgurmas ekansizda. Shuning uchun Instagramda qoldiryapman savolga javobni va ko'pchilikka foydali bo'ladi degan maqsadda qo'ylarni qo'chqoriga qo'shsak, qachon qo'shsak bo'ladi? Aprelda oxiridan qo'chqorni qo'shsangiz, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr 148 kundan 167 kungacha qo'y tug'adi. Shu oralig'ida. Agar egizak bo'lsa, uzoqroq muddatda tug'adi. Va qo'chqor bo'lsa ham bir 5-10 kun, bir hafta uyog'ida tug'iladi. Irg'ochisi ertaroq tug'iladi. Shuni kuzatiladi endi bir hafta 10 kun ag'i-bag'i bilan 148 kundan 167 kungacha tug'iladi. O'shini hisoblaganingizda sentyabrdan uyog'iga tug'adi. Demak, sentyabrdan uyog'ida tug'ilgan qo'zi salqin tushib qoladi. Qo'y rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Ishtaha bilan emadi qo'zi va kattaroq bo'lib ketadi. Hali nimasi bilan qiynalmaydi. Yozda jicha qiynalib qolishining sababi ishtaha yo'q bo'ladi qo'zida. Ko'proq salqinlarda yotib qoladi. Nimasi salqin istab qoladi. Salqin joiz bo'lsa yozda tug'dirgan ma'qul. Endi unga jicha undan ko'ra siz sentyabr oyining oxiridan tug'dirgan ma'qul deb aytalaman. Shu 3 oyda o'tkazib yuborib turib. Aka-ukalar, bemalol bir qator qo'ylaringni licheniya qilib, qo'chqorga qo'yishdan oldin antibiotiklarni qilib, jicha vitaminlarini qilib, bir qator tozalab olib turib, bemalol qo'chqor qo'shsalaring bo'ladi. Savollarni qo'ldan kelgancha javob qaytarib turaman Instagramda. Manfaatli bo'lsin, ko'pchilikka yetkazsin. Qo'y ishqibozlariga jo'natib qo'yasizlar. Ertaga xudo xohlasa, ertamatanga bilet oldik. Biletimiz jicha cho'zilib qoldi. Bishkekda bo'lamiz. Kanalimizni kuzatib turinglar. Zo'r videolarni qilib kelaman Bishkekka borib turib. 4 kun, 5 kun yurib zo'r videolarni qilamiz sizlar uchun. Assalomu alaykum. Yo'q, o'zi tug'almaydi. Arashamda bolasini qo'ylarimiz tug'ishgacha qiynalyapti aka-ukalar. Mana bizda yangi mehmon. Barakasi bolani yorib qo'ydi ama berishdi. Yarichka olovdi. Irg'och qo'zisi tug'ildi. Mashalloh deb bazlar. Svetli qo'yimiz yorib tashladi. Oyoq qo'lini qarang, uzunligini, quloqni qarang. Oh, mashalloh, garbanos. Yalada qo'ylarga yordam bermasalaring bo'lmaydi. Arashamda bolalari juda katta tug'ilyapti. Jicha yordam berib turishlaring kerak. Sekin yala borsa yaxshi bo'lardi. Yalada aka-ukalarimizga qo'y tug'dirayotganda hech qachon o'zingizni qo'lingiz bilan nima qilmang. Bir pachkasi tursa 100 ming turadi, 100 ta turadi. 100 ta jupiga turadi-da. Olib kelib qo'ying 100 ming, 120 mingga. Qo'y tug'dirayotganda albatta perchatka bilan ish qilinsin. Shuni bir tavsiya. Qo'l bilan hech qachon tug'dirib bo'lmaydi. Viloyati Cho'ja bozoriga keldim. Mana kirgan hayvonlarni ko'ryapsizlar. O'sha yerda bitta qo'chqorga ko'zim tushdi-da. Uka, Namangandansiz-a? Chortoqdan. Ukamiz ham Arasham bilan shug'ullanib turadi. Qo'chqorni mana shu yerdan oldingiz-a? Mashalloh. Qarang. Bu qo'chqorni qarovi jicha pastroq ekan-da. Endi siz u qarovini qilib qo'yasiz. Buni licheniyasini bir qator qilib bo'lib, ukol dori borki vitaminlarini berish kerak qo'ydi. Quloqni qarang, shirokiyligini. Voy mashalloh. Mana o'zimiz bozorlarga ham chiqyapti-da. Endi o'sha 5-4 yilda uka seroblashadi. To'g'rimi? Hozir bundan bola olasizmi? Qanday mo'ljalda oldingiz? Bola olgan. Keyingi yilga qo'shasiz. Mana quloqni qarang. Demak, qo'ydi yaxshi qarovini qilib qo'ysangiz, avgustga borib turib bu hazagan qo'chqor bo'lmaydi. Tishini oching-da bitta. Hali maydalashyapti. Demak, avgustga ham buzmaydi-yo. 6 oylik dedimi? To'ppa-to'g'ri. Hali nimaga ham buzilmaydi. Qo'yni zo'r olib qo'yibsiz. Ha, to'g'risida, men kirib uzoqdan ko'rdim-ku, shu qo'y kimniki dedim, sirazi bilinadi-da bizda. Olish kerak, olishda shoshmasdan zo'r olibsiz. Mana bu ukamiz qarang-da. Buni eng yutuqli tarafini aytaymi? Mana bu ko'zini atrofini oqini ko'rdingizmi? Mana tumshuqdek oqini. Bu oq hali svetga berib yuboradi, oppoq bo'lib ketadi. Mana u toniga qiziqmang. Bu hali xafa bo'lmay tonini ko'rib dedi-yu. Bu toni hali yechilgandan keyin yaltillab ketadi. Oyoqlarining tuyoqlari ham oq ekan mana. Qo'y olishda zo'r olibsiz. Tishi qarang. Necha oyligini bilamiz hozir.
Bu ham shunaqa 6 oylik ekan, 6 oylik. Qaravi yo'q ekan, olasiz buni. Tarbiya kerak xolos. Mana mashinalarni olib tarbiyalasangiz bo'laveradi. Nech pul bo'ldi? Aytavering. 4 million 700. 4 million 700. Mashalloh. Mana xuddi shunaqa qilib olish kerak mana. Hazzagan qo'chqor bo'lmaydi bu tish buzilguncha bu hali. Omadingiz bersin. Zo'r olibsizlar. Rahmat aka. Bu qumg'onni choyini ichmabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Qo'y boqayotgan aka-ukalarimiz biladi, bu dala joylarda bu qumg'onni choyini qaynatib ichganda maza qilib yuboradi-da. Qaranglar, dala joylarda bir piyola ichsangiz bormi qaynagan choydan? Mashalloh.